Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men 60 yoshdan oshgan, 65 yoshdan oshgan, 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pensiyani yangicha tekshirish, hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, ish staji, daromad, qo'shimcha to'lovlar va ayrim hollarda pensiya miqdorining o'zgarishi haqida ketmoqda. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga va yaqin kunlarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor kuchaymoqda? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar muhim? Qayerga murojaat qilish kerak va pensiya kamayib qolmasligi uchun nimalarni oldindan tekshirtirib qo'yish zarur. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men pensionerlar eng ko'p xato qiladigan 5 ta amaliy qadamni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu kabi ma'lumotlar ko'pincha odamga pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvallari ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin endi pensiyam tayinlandi, bo'ldi, boshqa hech kim tekshirmaydi deb o'ylardi. Aslida pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim ma'lumotlar aniqlashtirilishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, imtiyozli staj, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik asoslari, qaramog'idagi shaxslar, chet elda yashash yoki ishlash bilan bog'liq holatlar tekshirilishi mumkin. Ilgari ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi bor, muhr bor, imzo bor, demak staj hisoblanadi degan yondashuv ko'p uchardi. Lekin hozir davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Soliq organlari, bandlik tizimi, pensiya jamg'armasi, arxivlar, FDIO, bank ma'lumotlari, ayrim ijtimoiy reyestrlar orqali ma'lumotlar solishtiriladi. Ya'ni faqat qo'ldagi bitta hujjat emas, uning boshqa manbalardagi tasdig'i ham ahamiyat kasb etadi. Shu joyda juda muhim narsani aytaman. Tekshiruv degani hamma pensionerning pensiyasi kamayadi degani emas. Yo'q. Tekshiruvning maqsadi ikki tomonga ham ishlaydi. Birinchisi, noto'g'ri yoki ortiqcha to'langan pensiyalarni aniqlash. Ikkinchisi, aksincha odamning hisobga olinmagan staji, arxivda qolib ketgan ish haqi, imtiyozli davri topilsa, pensiyani oshirish imkoniyatini ham beradi. Shuning uchun buni faqat qo'rqinchli narsa deb emas, o'z huquqingizni tekshirish imkoniyati deb ham ko'rish kerak. Avval pensiya tayinlashda fuqaro ko'pincha o'zi hujjat yig'ardi. Mehnat daftarchasini olib borardi. Eski korxonadan ma'lumotnoma olardi, arxivga borardi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni topishga harakat qilardi. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, odam sarson bo'lardi. Ba'zan hujjat topilmadi degan javob bilan ayrim yillar stajga kirmay qolardi. Ba'zan esa hujjatda xatolik bo'lsa, masalan, familiya bitta harf bilan farq qilsa, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, ish boshlagan va ishdan bo'shagan sana aniq bo'lmasa, bu davr tortishuvli bo'lib qolardi. Hozir esa elektron ma'lumotlar bazalariga tayanish kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Masalan, siz 1998 yildan 2005 yilgacha bir tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, bu davr bo'yicha soliq to'lovlari, ish haqi ajratmalari, tashkilotning hisobotlari, arxivdagi buyruqlar yoki boshqa reyestrlardagi izlar solishtirilishi mumkin. Agar hammasi mos kelsa, masala osonlashadi. Agar mehnat daftarchasida bor, lekin elektron yoki arxiv tasdiqlarida topilmasa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Yana bir o'zgarish. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holatlar alohida tekshiriladi. Masalan, kimdir yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha yordam olgan bo'lishi mumkin. Keyin u farzandi bilan birga yashayotgan bo'lsa yoki boshqa yordam olish asoslari o'zgargan bo'lsa, bu aniqlashtiriladi. Kimdir nogironlik pensiyasi yoki ustama oladi. Bunda tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari muhim bo'ladi. Kimdir bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Bunda o'qish, yosh, nikoh, qaramog'ida bo'lish holati tekshirilishi mumkin. Men shuni alohida ta'kidlayman. 6+, 65+, 7+ deganda odamlar ko'pincha yoshim katta bo'lsa, meni bezovta qilishmaydi deb o'ylaydi. Amalda esa yosh kattaligi sizning pensiya huquqingiz borligini bildiradi, lekin hujjatlarning to'g'riligi masalasini avtomatik yopib qo'ymaydi. Ayniqsa pensiya miqdorida qo'shimcha ustamalar, imtiyozli staj, maxsus toifalar, nogironlik, yolg'iz yashash, qaramog'idagilar bo'yicha to'lovlar bo'lsa, aniqlashtirish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Birinchi navbatda ish staji ko'p bo'lgan, lekin hujjatlar eski korxonalarda qolib ketgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan,
Bir Otaxon 1978 yildan 1992 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin zavod nomi 3 marta o'zgargan, oxirida yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira buyruq raqami ko'rinmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli idora arxiv tasdig'ini so'rashi mumkin. Agar arxivdan tasdiq topilsa, hammasi joyida. Agar topilmasa, qo'shimcha guvohlik, sud tartibida faktni belgilash yoki boshqa hujjat kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh ish haqi bo'yicha ma'lumotnomasi shubhali yoki to'liq bo'lmaganlar. Pensiya faqat stajdan iborat emas. Ayrim hollarda hisob-kitobda ma'lum davrdagi ish haqi ham muhim. Masalan, opa-singillarimizdan biri 1905-1990 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin pensiya tayinlanganda faqat minimal ma'lumotlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Agar keyin arxivdan to'liq ish haqi ma'lumot topilsa, qayta hisoblash natijasida pensiya o'sishi ehtimoli bor. Aksincha, agar ilgari berilgan ma'lumotnomada noto'g'ri, yuqori maosh ko'rsatilgani aniqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Uchinchi guruh imtiyozli staj bilan pensiyaga chiqqanlar. Masalan, og'ir sharoitda ishlagan konchilar, ayrim tibbiyot xodimlari, ta'limdagi ma'lum toifalar, zararli ishlab chiqarishda ishlaganlar. Harbiy xizmat bilan bog'liq holatlar. Bu yerda oddiy ishlaganman degan gap yetarli bo'lmaydi. Lavozim nomi, ish joyining toifasi, zararli sharoit ro'yxati, buyruqlar, attestatsiya hujjatlari muhim bo'lishi mumkin. Bitta so'z farqi ham ahamiyatli. Masalan, hujjatda operator deb yozilgan, lekin imtiyozli ro'yxatda texnologik qurilma operatori ko'rsatilgan bo'lsa, idora qo'shimcha izoh talab qilishi mumkin. 4-guruh ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlaydi. Bu yomon emas, aksincha, qonun doirasida ishlash mumkin. Lekin ishlayotgan pensioner o'zining daromadi, ijtimoiy to'lovlari, qayta hisoblash huquqi bor yo'qligini bilishi kerak. Ayrim hollarda ishlagan davr keyinchalik pensiyani qayta hisoblashda foyda berishi mumkin. Lekin norasmiy ishlash, ya'ni maoshini konvertda olish, mehnat shartnomasisiz ishlash keyinchalik staj va daromad sifatida ko'rinmaydi. Shunda odam men ishladim-ku deydi. Tizim esa tasdiq yo'q deydi. 5-guruh hujjatlarda ism, familiya farqi borlar. Masalan, pasportda Abdullayeva, mehnat daftarchasida Abdullayeva. Nikohdan oldingi familiya boshqa, diplomda boshqa, arxiv ma'lumotnomasida otasining ismi qisqartirib yozilgan. Bunday xatolar oddiy ko'rinsa ham pensiya tekshiruvlarida muammo keltiradi. Ayniqsa ayollar nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar tayyor bo'lishi kerak. Agar sizning pensiyangiz rasmiy ishlagan davrlar, to'liq mehnat daftarchasi, elektron bazadagi ma'lumotlar, soliq va arxiv tasdiqlari asosida tayinlangan bo'lsa, odatda katta xavotirga o'rin yo'q. Agar sizda qo'shimcha to'lovlar bo'lmasa, ma'lumotlaringiz aniq bo'lsa, yashash joyingiz, oilaviy holatingiz, nogironlik yoki boshqa asoslaringiz o'zgarmagan bo'lsa, tekshiruv siz uchun oddiy aniqlashtirish bo'lib qoladi. Lekin xotirjam bo'lish degani umuman hujjatlarni ko'rmaslik degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya ishi bo'yicha asosiy ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Necha yil staj hisoblangan? Qaysi davr ish haqi hisobga olingan? Qanday ustamalar bor? Qaysi hujjat asosida tayinlangan? Mana shu savollarning javobini bilgan odam keyin hech kimdan qo'rqmaydi. Masalan, 68 yoshli bir aka 40 yil ishlaganini aytadi. Pensiya ishida esa 34 yil staj ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki 6 yil ishlagan korxonasi bo'yicha arxiv topilmagan. U kishi buni bilmasa 10 yil davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin. Yoki aksincha, kimdir 32 yil staj deb o'ylaydi. Lekin pensiya ishida 35 yil hisoblangan. Hammasi to'g'ri. Demak, aniq ma'lumot odamni ortiqcha vahimadan qutqaradi. Birinchi misol. 2 yoshli otaxon 1980-1935 yillarda qishloq xo'jaligi korxonasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona tugatilgan. Pensiya tayinlanganda 10 yil staj tan olingan. 5 yil esa aniq tasdiq bo'lmagani uchun kiritilmagan. Otaxon arxivga murojaat qiladi. Tuman arxivida ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari topiladi. Natijada qo'shimcha 5 yil staj tasdiqlanadi. Bu qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Bu yerda tekshiruv otaxon zarariga emas, foydasiga ishladi. Ikkinchi misol. 65 yoshli ayol kishi pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlar qabul qilingan. Keyin tekshiruvda 1990-1992 yillar oralig'idagi tashkilot nomi va muhrida nomuvofiqlik chiqadi. Idora qo'shimcha ma'lumot so'raydi.
ayol kishi vahimaga tushmasligi kerak. U avvalo arxivga, sobiq ish beruvchi o'ris tashkilotiga, hokimlik arxiv bo'limiga murojaat qiladi. Agar hujjatlar topilsa, masala yopiladi. Agar topilmasa, sud orqali ish vaqtini belgilash yo'li ham bo'lishi mumkin. Eng katta xato bu xatni olib javobsiz tashlab qo'yish. Uchinchi misol, 61 yoshli pensioner ishlashda davom etyapti. U rasmiy shartnoma bilan ishlaydi. Maoshidan tegishli to'lovlar ketadi. Bir necha yildan keyin u pensiyasini qayta hisoblash imkoniyatini tekshirtiradi. Agar qonunchilikdagi shartlar mos kelsa, rasmiy ishlagan davr unga foyda berishi mumkin. Lekin xuddi shu yoshdagi boshqa odam norasmiy ishlagan bo'lsa, u men ham 5 yil ishladim deganda. Hujjatda ko'rinmagani uchun buni isbotlash qiyin bo'ladi. 4-misol. Yetim yoshli onaxon yolg'iz yashovchi sifatida qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki ma'lum turdagi imtiyoz olgan. Keyin farzandi uning uyiga doimiy ro'yxatdan o'tgan yoki u boshqa oila a'zolari bilan yashay boshlagan. Bunday holatda avvalgi asos o'zgargan bo'lishi mumkin. Agar bu haqda vaqtida xabar berilmasa, keyinchalik ortiqcha to'lov aniqlanib, qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha to'lovning sharti o'zgarsa, uni yashirmaslik kerak. 5-misol. 66 yosh kishi nogironlik bo'yicha ustama oladi. Tibbiy xulosa muddati yoki guruhi o'zgargan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan odam men avval ham shu hujjatni berganman deydi, lekin ayrim xulosalar muddatli bo'ladi. Agar muddat tugasa, yangi tasdiq kerak bo'ladi. Bu masalada tibbiy ekspertiza hujjatlari va pensiya organi talablarini o'z vaqtida tekshirish muhim. Eng katta nozik nuqta shuki, har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Bir odamga taalluqli qoida ikkinchi odamga to'liq mos kelmasligi mumkin. Chunki pensiya turi har xil. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, harbiy yoki maxsus xizmat bilan bog'liq ta'minot, ijtimoiy nafaqa qo'shimcha ustamalar. Har birida hujjat talabi boshqacha. Yana bir muhim masala. Pensiya tekshirildi degani darhol pul ushlab qo'linadi degani emas. Agar nomuvofiqlik aniqlansa, odatda fuqaroning tushuntirishi, qo'shimcha hujjati, murojaati uchun imkon berilishi kerak. Siz og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har doim yozma murojaat qiling, kirim raqamini oling, javobni yozma shaklda so'rang. Chunki keyin nizoli holatda aynan yozma hujjatlar sizni himoya qiladi. Ayrim pensionerlar hujjatlarim yo'qolgan, endi nima qilaman deb so'rashadi. Hujjat yo'qolsa huquq ham yo'qoldi degani emas. Arxivlar bor. Sobiq ish joyining voris tashkiloti bo'lishi mumkin. Tuman yoki viloyat arxivlari bo'lishi mumkin. Soliq ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Kasaba uyushmasi, buyruq nusxalari, eski hisob varaqalari, harbiy bilet, diplom, malaka oshirish hujjatlari yordam berishi mumkin. Ayrim holatlarda sud orqali yuridik faktni belgilash ham qo'llanadi. Lekin bularning hammasi vaqt oladi. Shuning uchun hozirdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Yana bir nozik masala. Ortiqcha to'lov. Agar pensiya yoki ustama noto'g'ri ma'lumot asosida ko'p to'langan bo'lsa, uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Bu yerda ikki holatni farqlash kerak. Agar xato idoraning o'zidan o'tgan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergan, o'zgarishlarni yashirgan, aslida huquqi bo'lmagan to'lovni olib kelgan bo'lsa, bu og'irroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men hech qachon mayli, bilishmaydi degan yo'lni maslahat bermayman. Pensiya masalasini yashirish oxir-oqibat ko'proq zarar keltiradi. Chet elga ketish yoki boshqa hududga ko'chish ham muhim. Agar pensioner doimiy yashash joyini o'zgartirsa, bank hisob raqami, ro'yxat, yashash manzili, to'lov usuli bo'yicha ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan pensioner farzandiniga boshqa viloyatga ketadi, lekin hujjatlarda eski manzil turadi. Keyin xat keladi, odam xabarsiz qoladi. Muddat o'tadi. Shuning uchun aloqa raqami va manzil doimo yangilangan bo'lsin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men pensionerlar va ularning farzandlariga aniq qadamlarni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tegishli vakolatli idoraga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi staj, qaysi ish haqi, qaysi ustama va qaysi hujjatlar asosida hisoblanganini aniqlashtiring. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinet orqali ham ko'rish mumkin. Lekin yosh katta odamlar uchun farzandlari yordam bersa yaxshi bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Bu papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxalari, harbiy bilet bo'lsa nusxasi, diplomlar, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar.
Bolalar tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hollarda nogironlik bo'yicha xulosalar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari bo'lsin. Asl hujjatlarni hech kimga topshirib yubormang. Faqat zarur bo'lsa ko'rsatib nusxa qoldiring. 3-qadam, mehnat daftarchasidagi har bir yozuvni ko'zdan kechiring. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami ko'rsatilgan muhr bormi? Tashkilot nomi aniqmi? Familiyangiz o'sha paytdagi hujjatlar bilan mosmi? Agar xatolik bo'lsa, oldindan tuzatish yoki tasdiqlash choralarini ko'ring. Pensiya tekshiruvi kelganda emas, undan oldin qilgan yaxshi. 4-qadam, arxiv so'rovlarini yozma bering. Men falon yillarda falon tashkilotda ishlaganman. Ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozim, ish haqi bo'yicha ma'lumot kerak deb aniq yozing. So'rovda tug'ilgan sana, o'sha paytdagi familiya, tashkilotning eski nomi, taxminiy bo'lim yoki lavozimni ko'rsating. Qancha aniq yozsangiz, arxiv topishi shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, agar pensiya organidan xat kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Xatda nima so'ralganini o'qing. Tushunmasangiz, farzandingiz mahalla mas'uli, yurist yoki pensiya bo'yicha mutaxassisdan so'rang. Belgilangan muddatda javob bering. Agar hujjatni topishga vaqt kerak bo'lsa, menga qo'shimcha muddat bering. Arxivga so'rov yubordim deb yozma murojaat qiling. 6-qadam, pensiya kamaygan bo'lsa, sababini yozma talab qiling. Nega kamaydi degan savolga og'zaki javob yetarli emas. Qaror nusxasini, hisob-kitobni, qaysi davr chiqarilganini yoki qaysi ustama bekor qilinganini so'rang. Keyin shu asosda e'tiroz berish mumkin bo'ladi. Hisob-kitobni ko'rmasdan turib bahslashish qiyin. 7-qadam, o'zgarishlarni vaqtida xabar qiling. Nogironlik guruhi o'zgarsa, qaramog'idagi shaxs holati o'zgarsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish tugasa, yashash manzili o'zgarsa, yolg'iz yashash holati o'zgarsa, bularni yashirmang. Vaqtida xabar berish keyingi katta qarzdorlikdan saqlaydi. 8-qadam, hech qachon vositachilarga ko'r-ko'rna pul bermang. Pensiyangizni oshirib beraman, tekshiruvni yopib beraman, arxivsiz hal qilaman degan gaplarga ishonmang. Pensiya huquq hujjat bilan hal bo'ladi. Agar haqiqatan yordam kerak bo'lsa, rasmiy yurist, Davlat xizmatlari markazi, pensiya organi yoki ishonchli mutaxassis orqali qonuniy yo'l tuting. 9-qadam, farzandlar ota-onasining pensiya ishini nazorat qilsin. Ko'p ota-onaxonlar xatni tushunmaydi. Telefon orqali aldovchilarga ishonib qolishi mumkin. Hujjatni yo'qotib qo'yishi mumkin. Farzand sifatida oyda bir marta ota-onangizdan so'rang. Biror xat keldimi? Bank kartasi ishlayaptimi? Pensiya miqdori o'zgarmadimi? Hujjatlar joyidami? Bu kichik e'tibor katta muammoning oldini oladi. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, pensiya yangicha tekshirilishi pensionerlar uchun faqat xavf emas, balki o'z huquqini aniqlashtirish imkoniyati hamdir. Agar hujjatlar toza, staj tasdiqlangan, ustamalar qonuniy, ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Agar eski ish joylari, arxiv muammolari, familiya farqlari, imtiyozli staj, nogironlik yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha savollar bo'lsa, ularni hozirdan tartibga keltirish kerak. Men ekspert sifatida sizga eng muhim maslahatni beraman. Pensiya masalasida kutib o'tirmang. Hujjatni oldindan tekshiring, yozma murojaat qiling, arxiv ma'lumotlarini yig'ing, har bir javobni saqlang. Shunda tekshiruv kelgan taqdirda ham siz tayyor bo'lasiz. Agar sizda ham pensiya tekshiruvi, staj, arxiv pensiya kamayishi yoki qayta hisoblash bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi yoshdasiz, necha yil stajingiz bor? Qaysi masalada muammo chiqyapti? Yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p yillik pensiya huquqini saqlab qolishi mumkin.